Dunyoda necha qo'llar bor, duoga ko'tara olmaydi. Qo'li ko'tarilmaydi. Necha insonlar bor, hali bir tunda turib bir 2 rakat namoz o'qiy. Bu menga berilgan ne'matlar uchun shukr aytay. Qalbimdagi izhorlarimni Allohimga izhor qilay. Deyish nimaligini bilmaydigan necha odamlar bor. O'shalarning ichidan Allohni sizga unga turib rozi qilishingiz, unga qalbingizni to'kishingiz, bu bir duo qilishingiz, bir narsani istab va taslim bo'lishingiz, boshqa ularning hammasi Alloh azza va jalla sizga labbay deyishidir. Sizga qilgan marhamatidir. Sizni asraganidir. Nimadan? G'aflatdan asraganidir.